Assalomu alaykum. Shamstov obunachilari hammaga salom, yaxshimisizlar? Do'stlar, mana sizlarga bir videoda ilindim. Bir ko'ringlar, o'zingizlar ancha tushunasizlar, xudo xolisa. Qani ketdik bo'lmasa. Assalomu shanba kuni chiqib aylanib kelishga deydi. Bir kun mashinamni deydi o'sha Xo'ja Mag'izda nimasiga qo'ydimda sekin ketyapman deydi. Ko'rib, tomosha qilib bir mahal 4 metr naryoqda ona bola turishibdi, yonlariga patinkacha qo'yib olishibdi deydi. Hali qizcha yalinyapti. Aya, patinkamni sotmaylik. Ertaga maktabga nima kiyaman? Maktab boshlanganiga 15 kun bo'lgan. Ertaga maktabga nima kiyaman? Agar patinkamni sotib olsak, kiyadigan narsam yo'q, yalang'oyoq boramanmi? Aya desa, kalishing bor-ku, kalishingni kiyasan desa, aya, kalishim ham teshik, yomg'ir yog'sa suv o'tib ketadi. Chi deysan? Xo'p, sotmasak, bugun men patinkamni sotmadik, bugun non yemaylik, ovqat yemaylik deysanmi? Hali qizcha pastga qarab qolyapti. Tek o'tir deyapti. Eshitib hiqildaqdan kelib qoldi deydi. Zo'rg'a o'tib oldim, yig'lab bormaydi deydi. O 5-6 qadam yurib, yana qaytib keldim, birortasi olib qo'ymasin deb. Qaytib kelib so'rayapman, bu patinkacha nechi pul? 50 so'mga olgan edi, jicha kiyilganligi uchun 35 so'm. 10 so'm beri, yo'q 10 so'mlik emas. 12 so'm beri, yo'q 12 so'mlik emas. 13 so'm beri, 14 so'm beri, 15 so'm beri. Hali qizcha bir manga qaraydi, bir patinkasiga qaraydi. Tog'a, honetda yangisini sotadi, yangisini olavering. Yo'q, shuni olgim kelyapti. 15 so'm beri, tog'a, agar siz meni patinkamni olib qo'ysangiz, men ertaga maktabga yalang'oyoq boraman. Kalish kiyib boraman. Jon tog'a, amen deyapti deydi. Men zo'rg'a turib 16 so'm beraman, 17 so'm, 18 so'm deganimda deydi. Berdim devordi deydi. Pulni sanaysan, bir menga qaraydi, bir pulga, bir patinkasiga qaraydi deydi. Pulni beryapsam, yig'lab yordi deydi. Onasi pulni sanayatdi deydi. Bir mahal patinkani olamansam, mendan oldin bir tarafini ushlab olibdi. Bir tarafini men ushladim deydi. Qo'yib yormayapti deydi. Qarang, qo'yib yormayapti deydi. Qizim debdi, bu patinka endi o'zingniki bo'ldi. Opa debdi, bu patinkani qaytib sotmayman debdi. Men oldim, bu qizingizga sovg'a qildim. Qachon qiynalib qolsalaring, meni uyim falon joyda boraverasizlar. Qarang, boraverasizlar, men sizlarga pul beraman deb yig'ladim deydi. Bir o'ylab ko'ring, nechiga kirdik? Birortamizni yaxshi ko'rgan kiyimimizni botamiz, qoningni boqaman, yo faloningni qilaman deb sotganmi? Mana do'stlar, o'zingizlar ko'rdinglar videoda. Mana shunaqa insonlar ko'p. Biz bilmaymiz, qayerda nima qilib. Mahalla ko'ylarda har bitta odam mahallasida bo'ladi. Shu mahalladan xabar olib yordam bergan insonlarga ming rahmat deyman. Do'stlar, shuni yo'lga qo'yib bir yordam qo'li cho'zishga harakatini qilaylik. Yeb qochib, olib qochgan odamlar baribir u yoqqa olib ketolmaydi. Misol uchun do'stlarim bor, men berganman. Kerak bo'lsa yeb qochgan, olib qochgan, pulni qaytarishga harakatini ham qilmaydi. 2-3 ta mashina olgan bo'lsa ham harakat qilmaydi. Alloh o'zi ko'rib turibdi, Alloh o'zi qo'yguvchi zot. Men nima demoqchiman? Hech kim to'ymaydi pulga. Misol uchun nolimash kerak, boshqa qilmash kerak. Biz ham gapiramiz, nolimas, shunchaki harakat qilishimiz kerak. Qiynalganlarga yordam berish kerak deb o'ylayman. Hammaga rahmat bizni kuzatganinglar uchun. Sog' salomat bo'linglar.